tavbani yigitlar so'rasin. Tavbani sharti nima? Ya'ni tavba qilganligimni men qanday haqiqiy tavbam qilinib, tavba qilib, tavbam qabul bo'lganligini qanday bilaman desangiz, ulamolar haqiqiy tavbani 3 shartini aytganlar. Birinchi bir gunohdan tavba qildim degan paytingizda birinchi sharti o'sha gunohdan o'sha lahzada tiyilasiz. To'xtaysiz. Nimadir gunoh qilayotdingiz? Allohim men bu gunohdan tiyildim. Tavba qildim deganligingizdan o'sha amalni nima qilmang. Bu birinchisi. Ikkinchisi nima desangiz, ikkinchisi nadomat. O'sha qilgan gunohlaringizga pushaymon bo'lasiz. Agar qalbingizda shu gunohni qayoqdan ham qildimmi? Shuni men qilib qo'ydim-da, shuni ko'p qilganman-da. Nega endi shu o'sha zamonlarda, o'sha vaqtlarda men aqlim qayoqda ekan? Domlam aytar edi, ustozlar aytar edi, bilib turib, qarang, hatto bilib turib qilasiz uni. Lekin nadomat chekasiz-ku, u tavbangizni chinakamilik. Uchinchi sharti nima deyilsa, alla yauda ila zalikal zamb deyiladi. O'sha gunohga qaytmaysiz. Bo'ldi. Mana shu 3 ta shart bo'lsa, sizni inshaalloh taala tavbangiz nimadir? Qabuldir.